Do'stlar, men buni qurishga bir hafta vaqtim ketdi. Bir hafta orzu qildim. Bir haftada men shuni qurib bo'ldim, do'stlar. Просто tegibak bo'lib yo'q ketish shuncha qurdim mana shu. Hozir ko'rasizlar, buni ko'rasizlar qanaqa qiyinligini, do'stlar, shuncha qurdim. Buni tekst baza qilib, tegibak bo'lib ketish shuncha qurdim, do'stlar. Mana bilan ko'rasizlar qanaqa bezatib chiqqanman, do'stlar. Shunga albatta like bosib qo'yinglar. Men chunki Barsani fanatiman. Viska Barsa, Viska Kataloniya. Mana Barsani stadioni bo'ladi bu. Mana tepalarda anaqalari bor. Bundan so'ra kontrol olaylik. Qotib qoldi. Mana do'stlar, bir hafta orzu qildim shuni, bir hafta. Ko'rasizlarmi do'stlar? Hello. Men to'qoldan yayrab yashnab yuribdi. Barcha stadioniga keldim deb. Babur. Do'stlar, Babur Viska Barsa, Viska Kataloniya. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Juda ko'p mehnat qildim sizlar uchun. Mayli, obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.